Har kuni kollagen iste'mol qilsa, organizmda nimalar bo'ladi? Hozirgi zamonda hamma kollagen iste'mol qiladi va uni go'zallik uchun va sochlarni mustahkamlash uchun deb o'ylashadi. Men kollagenni organizmga qanday ta'sir ko'rsatishini sizlarga tushuntirib beraman. Avvalo, kollagen nima? Bu tanamizdagi biriktiruvchi to'qimalarning asosiy qismi va bizani bo'g'imlarimiz, paylarimiz hammasini kollagen tashkil qiladi. Paylar, bo'g'imlar va terining asosiy qismini ham kollagen tashkil qiladi. Oddiy til bilan aytganda, kollagen bu terini asosiy qismini ushlab turadigan ichki karkas hisoblanadi. Qiziq bir ma'lumot. Qadimda odamlar ko'proq go'sht suyaklaridan, bo'g'imlardan, ya'ni paylardan ko'proq sho'rvalar qilib iste'mol qilishgan. Hozirgi kunda esa ko'pchilik yumshoq go'shtlarga o'tib ketishgan va tovuq go'shtlarini iste'mol qilishadi. Shuning uchun kollagen bizda yetishmaydi hozirgi kunda va albatta qo'shimcha kollagenga ehtiyoj ko'p. Yana bir muhim fakt, taxminan 17 yoshlarda tanada eng ko'p kollagen bo'ladi va u paytda biza yiqilib tushganda 17 yoshli bolalar yiqilib travma olganda ham juda ham tez tiklanadi. Yaralar yosh katta bo'lgandan keyin qariganda bo'lsa kollagen 80% gacha kamayib ketishi mumkin. Undan so'ng esa teri osilishi, ajinlar paydo bo'lishi, bo'g'imlarning zaiflashishini kuzatishimiz mumkin. Kollagen ichsak, bizani tanamizda nimalar o'zgaradi? Ko'pchilik o'ylaydi, agar biz kollagen ichsak, to'g'ridan-to'g'ri bu bizning terimizga boradi. Bu noto'g'ri fikr. Agar biz kollagen iste'mol qilsak, bu oldin parchalanadi va aminokislotalarga bo'linadi va aminokislotalar organizmning asosiy qurilish materiallari hisoblanadi. Qolgan bir qismigina peptidlar hosil qiladi. Mana shu peptidlar organizmni tiklash kerak degan signal beradi. Natijada organizm terini, ichak devorlarini, bo'g'imlarini va hattoki qon tomir devorlarini ham tiklay boshlaydi. Kollagen faqatgina qurilish materiali emas, ya'ni tanani tiklovchi eng asosiy muhim vazifani bajarishda yordam beradi. Yana bir qiziq ma'lumot, kollagen uyqu sifatini oshirish uchun ham juda ham muhim rol o'ynaydi, chunki kollagen tarkibida glitsin aminokislotasi bo'ladi. Bu glitsin aminokislotasi bizni maza qilib uxlashimiz uchun xizmat qiladi. Shuningdek, kollagen ichak devorlarini ham tiklaydi va organizmdagi yallig'lanishlarni ham kamaytirishi mumkin. Kollagenni qayerdan olish mumkin? Kollagenni maxsus kollagen ishlab chiqaruvchi firmalardan olish mumkin. Lekin tabiiy ovqatlardan ham kollagenni olsa bo'ladi. Masalan, suyak sho'rvasi, baliq terisi, tovuq terisi va ilik sho'rvalaridan biza kollagen olsak bo'ladi. Yana bir muhim ma'lumot, kollagen hosil bo'lishi uchun vitamin C juda ham muhim. Shuning uchun ratsionda turli foydali ovqatlar bo'lishi shart. Xulosa qilib aytganda, kollagen faqatgina go'zallik uchun emas, kollagen biriktiruvchi to'qimalarni sog'lom ishlashi uchun muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Agar siz sog'lig'ingiz haqida yanada qiziq ma'lumotlar olmoqchi bo'lsangiz, kanalimizni kuzatib boring.